Assalomu alaykumlar. Tomarga bizni qanday yoqishga. Bugun sizlar yana quyonlar haqida gaplashamiz. Men hozir kesab ishdan. Mana ahvol qarang, mana bolalari 3-etajdan tushib chiqib ketibdi. Mana ikkita yuribdi. Narola bitta yuribdi, narola mashqlarda yuradi. Qarang, u qachon chiqib ketgan bu? Bechora susrab qo'ygandir-a. Mana ahvol qaravasangiz. Hukumatdagi bilan boqsam deb mana menga qaranglar mana. Mana ko'rdingizmi, mana bolasi. Mana bolasi mana. Naryoqda bo'lishi kerak buni bolalari. Ochib qo'yishdi bola. Mashqda bo'lishi kerak. Yurib tashlabdi. Boshida yo'q uncha tuy, qarang, keyin yurib tashlagan. Ikkita bolasidan aniq qolib ketgan. Bunga tasavvur bir şey anaqasi yo'q ekani. Nozik bo'lib qolibdi. Emizmagan yo'q. Emizayotganda shu emizib bu tomonga o'tganida o'sha yopishib qolganda. Shuna qolib ketgan. Xullas. Ba'zi niyozlari bor. Endi uni olib Osmonskiy ko'rsatdi. Mana ko'rsatsa bo'ladi. İşte turib Maga qo'lim tirs uradi mazgi. Bolasi. Uch. Mazgi. Qo'llarga katta emas. Nega yo'q emas? Ko'rindimi yo'qmi? Mana qilib qo'ydim. Xo'p, qorinni emizyaptimi yo'qmi bilish uchun shu bolasini olib qarash kerak-da, qaranglar. Mana turibdi. Mana bu ozroq bor-da bu. Ozgina emizgan desam bo'ladi. Bolasini hozir men bolasini qarasak mana. Qarang, bu qorni bor. Ko'ryapsizlarmi? Bu emgan. Bu emgan, shu bolasi emmay qolib ketibdi, mana bolasi. Mana shu bitta bolasi emmagan. Chunki bu yoqda yo'q ekanda, xullas. Mana bu ham bor desak bo'ladi, ozgina. Mana qarang, ozgina bor desak bo'ladi. Xo'p, bilmadim endi hozir qanaqa emizaman bittasini. Nima qilishga onasi ushlab turish kerak-da, ana olib borish kerak-da, xullas. Nima qilishdi? Bugun shunaqa gaplar. Mana mazzaga o't yopibdi. Ko'k o'tlarni yema buni. Quriganni olib keldim sendan. Mana bu. Mumkin emas. Mana. Mumkin emas, yema bu. İçin ketib o'lib qolma. Mana shu qurug'ini olib keldim ataylab. Ularda simni kemirib yotibdi, ko'rdingizlarmi? Mana quyonlarim bugun tomi ketibdi. Bugun magnitda bo'ri bo'ldimi deyman-da. Yoshdan magnitda bo'ri chiqadi-ku. Yo'lga 10 tasi qo'ygan. Simni kemirib yotibdi. Temir moddasi yetishmayapti. Yonga. Xullas, mana gaplar. Erkak qo'ylar jimgina o'tiribdi, bola qo'ylar bun ko'taribdi mana. Uchinchisi yuribdi yuqatdalar. Ko'rdim lekin. Bular yaxshi tutish qiyin emas. Men shuni hozir men hal qilishim kerak. Shu qorniga tekkizishim kerak, xudo xolasa. Xo'p, bu yoqdachi. Bu yoqda mana ovqatlarni yeb, taxlab qo'yishibdi. Ona qo'yanim, xudo xolasa quloqlari qaranglar, top-toza bo'lib turibdi, ko'rdingizlarmi? Katta bo'lib o'tadi. Kiramasa o'sha quloqdagi bo'ladigan biti bo'lar ekanda, o'zi faqat quloqda yashar ekan. Mikroskopический. Hamda shuni emas, o'sha yerga moy surtib mana. Xudo xolasa buni ham
yetib tashlaylik inshaalloh. Shunaqa gaplar. Endi hozir ona qo'yamni. Bilmayman shu bolani yo tegmasammikan a? O'zi qolganlari bilan birga ovqatlanaveradi. Yo stopga bosib ilani qorni bor-da buni ozgina. Buni qorni bor. Mana shuni bundan bor desak bo'ladi, ozmozda. Bu kamroqday hayolimda-da, qaranglar. Mana, bu kamroq. Shuni hozir bolasiga yotishtirib ich aniq ko'ramiz. Hozir yotishtiradi. Tuy va shu qo'yib tashlab ko'ringizdan boshda yo'q edi bunaqa tuy. Shuning uchun nima qilamiz tuyni? Sal olamiz bu yerda. Mana qo'yam tuy ishlab chiqarish niyatim yo'q lekin shu olmasak bo'lmaydi. Bolalar o'lib qolishi mumkin a? Tuyni orasiga qolib ketib. Mana ozgina olamiz. Ozgina degani mana shuncha bo'ldi mana. Bolalarga ta'sir qilib qolmasa, uchinchisi ham keladi. Mazgi. Hamma yo'lni pichib bana. Qayerlar mayda-mayda qora-qora to'shkalar ko'ryapsizlar? Bundan chiqib tashlashibdi. Mana shunaqa gaplar. Endi hozir bir yo'lni topishim kerak. Mana shuni ushlab, mana shu qorni yo'q bo'lganni shuni mana buni anaqasiga olib borib, ko'kragiga olib borib emdirib yuborishim kerak xullas. Shunaqa gaplar. Omon bo'linglar, charchamanglar. Mana deganlar, o'sha bolasi emizdim xullas, qanaqa o'zim ruchnoy qo'lda ushlab turdim. Bir qo'limda ona quyonni ushladim, hozir yotibdi mana. Keyin mana buni olib borib, rosa emdim. Ovozim chiqdi. Vro'di qorni chiqdi, ozmoz bo'lsa ham xudo xolisa. Bir martalik bo'lsa ham ovqatlantira oldik. Oxirida o'zi emmay qo'ydi mana. Endi uxlasa kerak. Tinchgina uxlayapti. Tuylar ko'p ekanda. Tuy ko'p bo'lsa ham bo'lmaydi. Ko'p bo'lsa ham bo'lmaydi. Ularga. Shunaqa hol. Kim aytdi sizga qo'yonchilik oson deb, ha? Bittasi emmay qolgan, endi o'shani majburlab emdirdik-da. Xudo xolasa qolgan yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Shunaqa gaplar. Mana yotibdi endi. Davonni bo'lib. Juda tez-tez nafas olyapti. Ushlaganga qo'rqdi shekilli. Sekin qo'yib qo'yamiz endi, xudo xolasa.